Assalomu alaykum aka-uka opa-singillar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hammangizga yaxshi kayfiyat. Bugun sizlarga ajoyib bo'lgan bir sonniy kislota, har xil sariq dog'lar uchun yoki kafildagi saqlaynik vositalardagi har xil bir jirkanch bir dog'lar uchun ajoyib bir vositani taklif qilmoqchiman. Bu videoda davomida bir singlimiz ajoyib tarzda tushuntirib bergan, bemalol videoni oxirigacha ko'rib, xulosa chiqarib, opisaniyada Telegram kanalimiz bor. Shu yerga o'tib bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Narx ham hamyonbop. Bemalol O'zbekiston bo'ylab buyurtma bersanglar bo'ladi. Vav dedim. Bu sredствоni ko'rgandan keyin ishlatib ko'rmasam bo'lmaydi dedim. 2 minutda shunaqa natija berganini ko'rib, sirasi zakaz berib yubordim. Meni hammomimda, kafelimda shunaqa tuz yig'ilib, nalyot bo'lib qolgan, ketmayapti. To'g'ri, boshqa sredstvolarda ketdi, ozgina ketdi, lekin до конца tozalamadim. Perchatka bilan ishlayin deb yozib qo'yilgan ekan, perchatka kiyib, shunaqa uchiga sepadigan qo'yib oldim o'zimga udobniy qilib va sepib chiqdim. Natijasi, lekin videoni oxirida ko'rsanglar, o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Hidi sal o'tkirroq ekan, shuning uchun maskada ishlaylar. Agar yopiq joy bo'lsa, maska taqib olib, shunaqa sepib, 1 minutdan keyin yumshoq gubkada ish qilib, iliq suvda chayib tashladim. Natijasini ko'rib, o'zim vav dedim, chunki bu vannaga har xil sredstvo ishlatib ko'rganman. Toza qiladi, lekin nalyotini до конца ketkazmaydi. Bu bo'lsa, natijasini qaranglar. Yaxshilab yuvgandan keyin shunaqa quritib oldim. Sizlarga ko'rsatib berish uchun natijasini. Vanamni kafelini ko'rib, to'g'risi o'zimni ko'zlarim quvonib ketdi. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, shu sredstvodan ishlatib ko'ringlar. Narxi ham arzon ekan va kачествоsi, effekti bomba ekan qizlar.